Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan O'zlider TV kanali. Hozirgi video rolikimiz sotiladigan ko'chmas mulklardan birisini sizlarning e'tiborlaringizga havola qilamiz. Bugungi manzilimiz Qo'shko'pirda. Qo'shko'pirda sotiladigan hovli joy bor ekan. Ajoyib zo'r planda tuzilgan uchastka. Hozir shuni polniy obzor qilib o'tib ketamiz. Video davomida telefon nomerlar bo'ladi. Telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Joyni bir qator ko'rib chiqdik. Joyni o'ziga nisbatan narxi arzon o'rtoqlar. Demak, birinchidan boshlaymiz. Video oldinda Qo'shko'pirdagi to'liq lokatsiyani tushuntirib o'tib ketamiz. Demak, video rolikni boshladik. Aziz obunachilar, adresini tushuntiradigan bo'lsak, ban tarafimiz Qo'shko'pirning qurug'i, Urganch tarafdan kelaverishdagi quruq. Shundan paxta zavodi tarafga qarab yursizlar, bedena paxta zavodimiz. Shuni yetmay, paxta zavodi yetmay, 10 ko'la ko'cha ketgan. Shu yerdan taxminan 3-yil, 4-aylanma bu yerda toza bozor. Ban taraf to'g'rimiz esa Yusuf Bobojon ota to'yxonasi ekan. Şuradan Qo'shko'pirning qurug'idan 2 minutlik yo'l, o'ng tarafga burilasizlar. 3-yil, 4-ko'cha yo'llar polni betonlashtirilgan. Hozir video davomida tanishtirib o'tib ketamiz. Aziz obunachilar, mana shu hovli joyimiz sotiladi ekan. Bu tarafga garaj qismi 2 etaj etib tiklangan, bular 1 etaj. Bu joyimizning общий maydoni 6 sotik ekan. Ko'chalar polni betonlashtirilgan, gaz, svet, vodoprovod hamma narsasi o'tib turibdi o'rtoqlar. Toza joy, hali yashalmagan. Ko'rib turganlaringizdek, havosi etib yashaydigan joylardan narxam bir dona kvartirani pulini, 3 xonali kvartirani pulini beriladi o'rtoqlar. Adresi boya aytganimizdek, paxta zavodining orqa tarafida joylashgan. Giraverish tomirimiz. Endi shunday suvoqlari bitib turibdi, montajlari qilingan, fundamentlari karkas do'qib, keyin fundament qilingan ekan o'rtoqlar. Ular joyni yashash uchun planlashtirib solgan ekanlar, o'zlari yashash uchun ayrim sabablarga ko'ra sotchaklar. Ne joyni planga qarama, banda katta zolimiz. 6 sotikda keng etib, cho'tka etib solib ekanlar bu yerda o'rtoqlar. Banda yana bir xonamiz bor. Bu joyimiz ham katta joy. Xo'sh, yog'ochlarni e'tibor beramiz. Yog'ochlar ham iri-iri yog'ochlardan qo'yilgan, sotish uchun qilinmagan, bu yashash uchun zo'r etib tuzilgan. Endi ban tarafga keladigan bo'lsak, banda xo'sh, garajdan chiqib ketadigan xot ham bor ekan, o'zlari suvoq qo'yibdi ekan. Banda 1 spalni, banda 1 spalni. Mana xonasi. Yeni yog'ochlardan, iri yog'ochlardan qo'yilgan. Ban taraf, yo'l yon tarafdan. Xo'sh, ana endi oshxona bonitni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bandan doğru bog' yana chiqish xoti bor. Ayvoncha aytilgan. Uni orqa tarafdan chiqib ko'rsatamiz hozir bu yerni. Bu yeri oshxona. Oshxonadan banda boni joylashgan. Hozir endi garaj yon tarafdan o'tib, bog' yonlarni ko'rsatamiz o'rtoqlar. Lekin yashash uchun zo'r. Xo'sh, ana endi yonboshdan, ya'ni garaj tarafdan bog' yana chiqamiz. Burada ayvoncha aytib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shomapot uzun bo'lib turadi, 2-etaji. Gaz, svet bor. Hamma narsasi o'tib turibdi. Vodoprovodgacha o'tib turibdi. Menimcha eslasam zo'r. Qo'shko'pirning qurug'ina 5 uzoqi 10 minutlik yo'l. Ya bog'lari, banda yana ayvonchasi. Yozg'i. Yana o'rtoqlar. Bandan yana hozirgi dalona girsa bo'ladi bu yerdan. Hozirgi xotimiz. Endi qaranglar o'rtoqlar. Bu yerda endi yashalmay turgan uchun hech narsa ekilmagan. Ben tarafdan ham mana narsa ko'kartirib tuttirib qo'yibdi. Og'ir pomidor, meva, hamma narsa ko'kartirsa bo'ladi. Qarashga aytsanglar. Narxini keladigan bo'lsak o'rtoqlar, narxini 550 million aytib turibdilar. 550 milliondan kelishib beriladi. 550 million qanday tabi 80-90 kvadrat 3 xonali kvartiram puli. Menimcha zo'r narxda. Şifrlar ham bo'lib, hamma narsasi tayyor bo'lib turibdi.
Cağlamanda bir yaxshi niyatda yurganlar bo'lsa, hammaga shuningdek joylarni olish nasib etsin. Ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin. 550 dan bilan 550 ga berilmaydi. Ustuna kelishib, savdolashib olasizlar. Keyin 7 million pulni oz-moz durishlari mumkin yoki o'zlaringizda toza mashinalaringiz bo'lsa, Cobalt mashinalaringiz bo'lsa, buni ham hisoblab oladi ekanlar o'rtoqlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni joy-joy bo'lib yurgan qo'shko'pirli donishlaringiz bo'lsa, tashakkur qo'yinglar.